sovuq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana. Tandirlarda issiqqina nonlar, issiqqina somsalar. To'xtamay yog'ib tursin-da. Somsada pishib turibdi. Qo'shmaymiz. Pishdimi bu? Это надо относить. Mana nonlar bor, go'shtli nonlar. Tekva мясо овощной и go'shtlar ham xuddi shunaqa variant. Hozir bitta bu variant ham bor. Hozir issig'icha tez-tez yopilayotgan joyida sovamiz. Eski o'rtog'im, jannatim o'rtog'im. Shu yerda keldilar meni. Ko'rgani. Orada hammani o'zini ishi bo'ladi, tashvishi bo'ladi, bola chaqasi katta bo'ladi. Qori? Albatta. Lekin o'shandan orttirib ham vaqt topib, bir-birini ko'rgani kelib, anaqa qilsa, menimcha o'sha odam baxtli bo'ladi. Rahmat. Hammanglar shunaqa bir-biringizga oqibatli bo'linglar. Necha yil bo'ldi? Siz 1 yosh edingizmi? 1,5-2 yoshmidi o'shanda? Ha? 37 yil bo'ldi. 37 yil bo'libdi mana. Do'stlashganimizga 37 yil bo'libdi. Iloji ham yo'q edi, qo'shni edik. Beshikdan tushib siylaganmiz dedi. O'shanaqa. Beshikdan to qabrgacha endi, xudo xolasa. Inshaalloh jannatlarga ham bir. Inshaalloh, ana. Jannatlarga ham bersin. Siz xormang aka. Bizdek kelada turibdi shirinliklari, yagdalarim, salatlarimiz, 2 xil salat o'zimcha qildim. Assalomu alaykum, qalaysiz? O'g'ri bo'lib ko'tarib yuribsiz. Assalomu. Fazilat xonimdan va buni ham berib yubordilar. Assalom. Voy, Fazilat. Bu ham ekan. Fazilat opa rahmat. Ish avjida Fazilat. Ish avjida. Oydin rahmat. O'zimizni borda. Rahmat Fazilat opa o'zlarida ish avjida g'ayra-g'ayradan Endi u kishida ana 50% skidka edi, u jinnixona bo'lib ketdi, magazinlari bor-ku. Qo'yinglar. Oo. Красота какая. О, вообще chiroyli ekan. Rahmat. Раз, два, три. Oh. Qani nima? Qaravringmi? Yo'q, qaravringchi. Jo'natdilar. Bu anaqada bitta tomonga bunday toqiladi, to'g'rimi? Ha, bitta qanaqa? Ha, teskari. Ha. Vaqt turaymi? Mana plyaj yaqinda damku. Dam olishga. Rahmat. O, как раз plyajni Yaxshi, men bilaman-da, yo'l yurganman-ku. Plyajda-chi urib anaqaga ish qalasang ham, qumga ish qalasang ham hech vaqt bo'lmaydi-da bu. Qale. Zo'r. Yaxshimi? Как раз plyajni. Plyajni bo'ldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Operasiya dam oladilar, bu yil dam kuchli dam bor. Hozir ozgina ishimiz bor. Yangi yildan keyin ham ishlaymiz. Yarimigacha ishlaymiz. Yanvarda keyin shu bilan taqataq damga chiqamiz. Kerak. Yo'q, ana yo'llar top yo'q. Yo'q, kerak emas. Yo'q. Kim qalbida nima niyati bo'lsa, o'sha niyatiga yetib yursin. Alloh so'raganidan ham ortig'ini bersin. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Alloh akbar. Rahmat qildim. Kino. Sog' bo'ling. Katta san'at saroyida xalqlar do'stligida konsert dasturlarini berib, mana yuzlari yorug' bo'lib kelayotgan iste'dodda tegsiz bo'lgan ijodkor Nilufar xonim Usmonova bu yil ham biz bilan birgasizlar. Xush kelibsiz Nilufar xonim. Bayram muborak bo'lsin. Qo'rqizdek sizni. Ofarin. Yashang, xush kelibsiz. Assalomu alaykum barchaga. Bu kelayotgan bayram muborak bo'lsin deymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti bu yerda? Endi mayli. Rahmat. Yo'q, sizlarga rahmat. Mana sizga. Seni bilaman. Bu takoy anaqa. Voy, mayli, rahmat Qo'rga bo'ladi. maza qilamiz. Kasalga borayotgan bola. Hammalarning yugurib kelayotgan yangi yili muborak bo'lsin. Biza bugungi yangi yil oqshomini Usmonova oilasidan Boshladik. Kim shashlikchi? Sizchi opa? Men toshuvchi. Yuvchi.
o'chirish kerak olovni voy. Qo'y ikkalasini yonib ketdi-yu, uni chekkaga qo'ylaring. Mana. Mujigar qiyma. Mamni olib chiqib berasanmi bola? Ikkasini olib chiqolmaysana? Miyamda qolgan yeb. Kim yotadi deyman, o'zimga o'zim yo'q. Endi yotmoqchi bo'lsam, yeb eshak yotadi. Yo'q deyman, turib olaman keyin. Ye. Мы с тобой вместе это делали. Да, вместе сделали? Да. Молодец. 4 ish. Zabar qo'yishamiz, man aka. Ketdingmi bola? Alisa, qo'y tortlar. Men to'rt yegani kelmadim, men to'rt yeyman. Ye. Katta, hatto kelib yotibdi. Bizning farg'onaga kelmasa yuringlar. Sizga gap yo'q. Har doimdek ishingiz ish. Bizga kelsa, vaqtingiz yo'q qolasizki. Sizga gap yo'q. Har doimdek ishingiz ish. Bizga kelsa, Sog' bo'ling. qachon kelasiz, kattasiz. 2026 zo'r bo'lar, 2027da. 2028da xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. 5-chi bolalar o'yini ham mana Ota-onasi ketdi. 5-chi bolalar mehribonlik uyida. Xotirjamlik bersin, har xonadonda baxtiyor bo'lsin. Allohim bir-birimizga qaram qilmasin, zor qilmasin, o'zidan o'zgaga qul qilmasin. Faqat Allohga yormaylik. Inshaalloh. Yorug' yuz bilan yashab, yorug' yuz bilan Allohning dargohiga bormoqqa nasib etsin. Я с тобой. Mayda, nima qiladi bugun? Это же семейный праздник. Bugun restoranda taomlar bor ekan. Alisa, qo'y tortlar. Men to'rt yegani kelmadim, men to'rt yeyman. Ye. Katta, hatto kelib yotibdi. bizning farg'onaga kelmasa yuringlar. Sog' bo'ling. 2026 zo'r bo'lar, 2027da. 2028da xudo xolasa ertaga ko'rishamiz. 5-chi bolalar o'yini ham mana Ota-onasi ketdi. 5-chi bolalar mehribonlik uyida.